Ha, kiray. Assalomu alaykum. Boshliq yaxshimisiz? Va alaykum. Ya qarang. Siz kecha komissiya kelganda qayerda edingiz? Kecha uyda mazam yo'q edi. Mazangiz yo'q edi? Siz faqat komissiya kelsa mazangiz bo'lmay qoladi, ha? Endi bilasiz-ku boshliq. Komissiyaga allergiyam bor. Nima qilay? Tavba. Bugun menga ruxsat bering. Hmm. Pasportimni olishim kerak. Voy. Kecha pasportimni olib kelay deb javob so'radingiz. Men sizga ruxsat bergandim-ku. O'tgan safar imzo qo'yiladigan joyga adashib sizning imzoingizni qo'yib yuboribman. Nima qilay axir? Buxgalterman, o'rganib qolganman.